Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi mavzuyimiz algebraik va analitik masalalarni yechish usullari mavzusi bo'lib, matematik dasturida bunday masalalarni yechishni o'rganamiz. Matematik dasturi bu muhandislik va matematik hisob-kitoblar uchun mo'ljallangan dastur bo'lib, dasturda formulalar tabiiy matematik tilda kiritilganligi bilan boshqa matematik paketlardan ajralib turadi. Hisoblash, grafik chizish va tahlil qilish imkoniyatlari bu dasturda mavjud. Hamda dastur algebraik va analitik masalalarni yechishni avtomatlashtiradi. Quyida matematik dasturining interfeysi keltirilgan. Matematik dasturida algebraik va analitik masalalar deganda qanday masalalar nazarda tutiladi? Ya'ni algebraik masalalar deganda ifodalarni soddalashtirish, sodda kasrlarga ajratish, matritsalarni hisoblash, tenglamalar sistemasini yechish va boshqa masalalar nazarda tutilsa, analitik masalalar deganda funksiya foslasi, limiti, integrali, funksiyani tekshirish, qatorlarga yoyish kabi masalalar tushuniladi. Quyidagi masalalarni matematik dasturida yechilishini ko'rib chiqaylik. Ifodalarni soddalashtirish uchun matematik dasturida biz faktor simvoldan foydalanamiz. Birinchi misolni ko'rib chiqaylik. Matematik dasturida demak x kub plus 8 operator va simvollar belgisiga kirib olamiz. Birinchi simvollardan faktor simvolini tanlab olamiz. Yoki simplify buyrug'idan ham foydalanishimiz mumkin soddalashtirishda. Misolni yoza olamiz. Kavsichka hammasi kub plus 8 taqsim x kvadrat minus 2 ko'paytirilgan x. Quyida e'tibor berasizlar, 2x deb o'zini shunday yozib ketmaymiz. Ko'paytirish belgisi dasturga kiritilishi shart. 4 x ko'paytirilgan x plus 4 plus plus 4 bu yerda endi ko'paytirilgan kasr bir taqsim x plus 6. Tushunchani ixtiyoriy bitta ekranni biror joyiga bosish orqali natija hisoblanadi. Joyga bosib qo'yib dastur hisoblayapti. Soddalashtiryapti. Demak, bu ifodani soddalashtirsak 1 degan yechim chiqar ekan. Keyingi misollar ham xuddi shu simvollardan foydalangan holda yechilgan. Matematik dasturida tenglamalarni yechish uchun solve buyrug'idan foydalanamiz. Ya'ni ushbu 4-chi tenglamaga e'tibor bersangizlar, logaritmik tenglama kelgan.
logaritmni dasturdan foydalanib yechishni ko'ramiz. Logaritm ifodalarni yozishda bu narsaga e'tibor berish kerak. Ya'ni argument va asosni yozayotgan payti bunday logaritm ifoda yoziladi. Mana logaritm asos va argument qalqisiga yoziladi. Birinchi argument yoziladi x minus 2 va virgul qo'yilgan holda asos yoziladi. Demak, bizning asosimiz 4 ga teng ekan. Bunday ko'rinishda yoziladi. Bu tenglamamizning ikkinchi yig'indisi ham logaritm ifoda plus logaritm qalqisiga asos va argument va asosni yozamiz. Birinchi argument x minus 2 virgul qo'yilgan holda taqsim 2. Degani yo'q. U demak tenglikning o'ng tarafida teng 1 taqsim 2 ga bo'lgani uchun minus 1 taqsim 2 ga 2 desak avtomatik tenglamani yechib beradi. Ya'ni tenglamamizning yechimi 2,5 ga teng ekan. Logaritmik tengsizlik ham xuddi shu so'x buyrug'i orqali amalga oshirilgan. Quyida ko'rishlaringiz mumkin. Ikkinchi tengsizlikning yechimini. Endi funksiya hosilasini aniqlash uchun matematika operatorlar bo'limidan ushbu ifoda tanlanadi. Taqsim x ko'rinishidagi ifoda. Bizda yuqoridagi misolda so'ralgan 7 misolda so'ralgan ushbu y funksiyaning 5-tartibli hosilasi so'ralgan. Demak, 5-tartibli hosila mana shu joyga yoziladi. Demak, funksiyamiz bu yerda ikkita funksiyani ko'paytmasi ko'rinishda turibdi. Ya'ni 2 ko'paytirilgan x ning kvadrati minus 7 ko'paytirilgan natural logaritm x minus 1 plus minus 1. Endi yechim topmoqchi bo'lsak, bu yerga tenglik belgisini qo'ya olmaymiz. Mana tenglik belgisini qo'ysak, xatolik turib chiqaryapti. Demak, operatorlar bo'limidan strelka belgisini tanlaymiz. Yechimimiz demak bunday ko'rinishda keldi. Endi tenglamalar sistemasini teskari matritsa usulida yeching deyilgan. Unda misolimizda chiziqli tenglamalar sistemasi berilgan. Teskari matritsa usulida yechish talab etilyapti. Teskari matritsa usulida yechish uchun eng birinchi noma'lumlar oldida turgan koeffitsiyentlardan matritsa tuzib olardik va unga mos xos matritsani ozod xatdan chiqardik. Matritsa darsimizda ko'rganimiz kabi matritsa bo'limidan tanlanadi. Ixtiyoriy buni A matritsa demoqchi bo'lsak, A matritsa deb ikki nuqta qo'yardik. Adad ham yozib olish kerak edi. A matritsa demak 3 ga 3 matritsa. 3 ga 3 ga 3.
Demak, ozodliklar oldirgan koeffitsiyentlarni qo'yib chiqsak, 3, 2, 1, 1, 1, -1, 4, -1 va 5. Unga xos matritsamiz. Demak, B matritsada ifodaladigan bo'lsak, B matritsa deymiz va nuqta qo'yamiz. Bitta ustun uchta satrdan iborat bo'lgan matritsa ozod xatlardan tuzilgan. 5, 0 va 3. Teskari matritsani uchun teskari matriца usulda o'zi qanday formuladan foydalaniladi? X teng A ning teskarisi minus birinchi darajasi ko'paytirilgan P matritsa. Demak, X matritsamiz bu ifodaga teng. Tenglik belgisini qo'yib ketganim uchun xato deyapti hozir. A ning minus birinchisi ko'paytirilgan B. X ni topish uchun X tenglik qo'ysak, mana dasturimiz avtomatik ravishda tenglamani yechib beryapti. Ya'ni bu yerda X'imiz -1 ga, Y'imiz 3 ga, Z'imiz 2 ga teng. Haqiqatda ham qanoatlantiradimi o'zimiz? Tekshirib ko'raylik. Tenglamamizga qo'yib 3x plus 2y plus z 5 ga teng bo'lishi kerak, yoki ikkinchi tenglamaga qo'ysak ham bo'larkan. -1 ga ni qo'shsak 2 bo'ladi. Undan ayirsak z ya'ni 2 ni 0. Demak, haqiqatdan ham tenglamalar sistemasini qanoatlantiryapti bu yechimi. Demak, ko'rsatadigan masalalarimiz edi. Uyga vazifa qilib, sizlarga mustaqil ravishda shunga o'xshagan misollarni mustaqil yechib ko'rishingizni tavsiya qilaman. Chunki qancha ko'p mustaqil ravishda misollar yechilsa, o'zlaringiz mustaqil ravishda ko'rsangizlar, dasturga shuncha yaxshi o'rganib ko'rasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat.